zo'r deb aytaman bir so'z bilan. Bir-biriga uyg'unlashtirilgan ovqati ham, davolanishi ham, qizlarning muomalasi, doktorlarning muomalasi, bilimi, hamma tomoni bir gap bilan aytganda zo'r deb. Bu medikal degan men birinchi keldim Astonadan, Qozog'istondan. Organizmni avval tozalab, keyin lecheniya qiladi. Bir so'z bilan aytganda eng zo'r klinika. Orzu Medical degani organizmni tozalash va davolash avvalambor, keyingi o'chirda hamyonbop va sifatli ish. Ulkan rahmat, sizga yaxshi lecheniya oldik. Organlarimiz hammasini davolashyapti. O'tqor, jigar, greja, oyoqlarimizni mana rosa yaxshi davolashyapti. Bultiram kelganman. 5-mayda kelganman bultiram. Rosa yaxshi davolanib ketganman. O'shancha yana keldim. Asmedikal ikkinchi uyimiz, ikkinchi oilamiz. Hattoki uydagi oilamizdan ham ko'proq vaqtimiz shu yerda o'tadi. Kunimiz shu yerda o'tadi, har kuni shu o'tamiz. Ikkinchi uyimiz degani. Men uchun Orzu Medical ikkinchi oilam. Rahmat mana shu shifokorlarga 94-kelishim. Yaxshi ichinilari. Tozalanish, davolash, Pokizalik, tozalik, ichki organizmni yulishi. rejim sog'lom bo'lish uchun keldik.